Tili yog'lamalik qilganimda hozir men Yulduz Usmonova bo'lardim yonida. Men ko'chaga chiqib striptiz o'ynatayotganim yo'q. Men nima qilay hozir? Yo agin paketimni ko'tarib Rossiyaga ketaymi? Undan ko'ra bor Antga borib ishla, bor anu erkak qiladigan ishni qil, ketmon chop dalada, san chopaver, san qilaver. Shunaqada biz odamlar borni ko'ra olmaydi, yo'qqa bera olmaydi. Shu blogerlarimizga ham nega soliq solinmayapti? Nimaga ularga litsenziya yo'q? 20 ming dollar deydi reklamaga. Biz bitta to'y emas, 10 ta to'ydan ham 20 ming dollar qo'limizga ushlamaganmiz shu kungacha. Bu narsani nazoratini Madaniyat vazirligi ham va O'zbek konsert ham nazoratga olishi shart. Ana bitta qiz chiqdi-ku bloger. O'sha bizda kolbasa bo'lgan deb yig'lab. Sen kolbasani gapiryapsan, odamlarni hali uyda noni yo'q, shunaqa uylar bor. O'sha semiz bolaga aytdim men keyin. Meni sendan yoshim ancha ulug'roq. Sen yegan narsani men chichi bo'lganman dedim. To'yda atmen, san'at atmen. Shu degan narsa qila olmayman. Milliyga olsang ham men sizga ko'rsatib qo'yaman deb kelin chiqib ketayotgan bo'ladi. O'sha aktrisa sevimliga olsang, qizim yaxshi keldingizmi deb kirib kelayotgan bo'ladi. Hozir bular urushyapti. Bu nima bo'ldi? Men kelin qatdan kelib qolsang, bu boshqa kino bo'ladi, bu boshqa kino bo'ladi. Naski paypoq sotib yurgan odam bugun aktrisa bo'lib o'ynab yuribdi. Qilgan gunohlarimizni ham yuvishimiz kerak-da. Anitga borganda sal poklanib borish kerak. 85-90 da urmasdan jonim omon Allohim deb qo'yaman. Hech qachon birimiz Alloh kam qilmasin. Rahmat.